Bektemir Alqor ko'chasida 2,5 sotu pishgan g'ishtdan qurilgan xonadonimiz 130 ming dollar. Ushbu Yevrodomimizga kirib kelishlari vyezdimizda ikkita mashinaga mo'ljallangan, podsvetkalar, освещениялар qilingan, fasadimiz 11 metrdan iborat, uzunasiga 22,7 metr qadrdonlar. Yo'lli yuzdan 50 metr masofada joylashgan Alqor ko'chasidagi xonadonimiz ichki obzorga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, birinchi xonamiz oshxona, oshxonamizda полностью ukomplektovani, kotellar qo'yilgan. Qadrdonlar, navbatdagi xonamizda детская спальня. Har bitta xonamizda oynalar mavjud. Bu bo'lsa ikkinchi spalni xonamiz, ya'ni bolajonlar uchun. Xonadonimizning ichki obzoriga keladigan bo'lsa, holdan boshlaymiz. 3,5 metr visatamizda yarki attenkalarga urg'u berilgan. Navbatdagi xonamiz eng kerakli xonalardan biri. Oxirgi modifikatsiyada qilingan neoklassik formatidagi remontimiz, vitrajli oynalar, lustra, освещение, podsvetkalar, hattoki ranglarga urg'u berilgan va teploy pollar. Mehmonxonadan chiqarishimizda vanna formatda qilingan sanuzelimiz o'rtoqlar. Navbatdagi xonamiz er-xotin uchun родительский yotoqxona. Boy aytganimdek, teploy pollar qilingan, registrlar qilingan o'rtoqlar. 2024-yil pishgan qurilgan xonadonimiz. Bu bo'lsa 4-yotoqxonamiz qadrdonlar, 130 ming dollar narx belgilandi, ya'ni kelishiladi. Sizlarga eng arzon narxlarda obyektlarni taqdim etamiz. Sog' bo'ling.